opsiya hammasini 40 tani bir joyga olamiz deysiz, nech puldan qo'yamiz aka? 3 million 700 ming so'mdan qilib beraman. 3 million 700 dan. 3 million 700. Zo'r narx dedingiz aka, 3 million 700 ming so'mdan. Bu yerda kattalari 4 million tepasida ham bor. Menga qarang, bu yog'i dehqonchilik. Aha. Sizga balon foyda bo'lishi shart emas aka. Aha. 3,5 so'ragani uyaldim. 3 million 600 dan qo'yaylik hammasini bir joyga. 650 ming ham. Yo aka, rozi bo'ling. 3 million 600 dan. Gap yo'q. Barakasini bersin aka. Imkoniyatni zo'ri, to'g'ridan to'g'ri dehqondan video. Akalar, bu bitta savdogarning qo'liga tushadigan bo'lsa 4 milliondan kamiga ololmaysiz bularni. Mana sizga tayyor biznes obunachilar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, qadrli qo'y, qo'zi, qo'chqor ishqibozlari, qadrli chorva ishqibozlari, hurmatli obunachilar, biz qayerda qo'y arzon bo'lsa, ana shu yerdan video qilyapmiz obunachilar. Xudo xolasa bugun biz yangi lokatsiyaga kelganmiz. Andijon viloyati, Andijon shahar Shaldiramaga kelganmiz. Akalar, xudo xolasa bu yerda bir dehqon akamiz xonadonlarda boqib turgan qo'ylarni sotuvga chiqaryapti. Aka, shunday haydab boring. U haligi bir joyga to'planib qolmasin. Akamiz xonadonlarda boqib turgan qo'ylarni sotuvga chiqaraman deyaptilar. O'shaning uchun akamizning qo'yxonalarida qo'yni soni serop ekan. Akamiz katta qo'y fermalari bor ekan. Akamiz savdogar emas. Akamiz dehqon, akamiz shu qo'ylarning egasi. Hurmatli obunachilar, ko'rib turibsiz, qo'ylarda zo'r boqqan ekanlar. Nurulla aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Aka, sog'-salomat. Sizingiz sog'laringiz yaxshimi? Rahmat. Aka, xudo xolasa xonadonda boqib turgan qo'ylaringiz-a bular? O'zimiz baq ekan qo'ylar, 1 oy bo'ldi olganimizga, yeb ichishlari xudo xolasa. Yaxshi, ha? Behijolat. Gap yo'q aka, baraka toping. Hurmatli obunachilar, akamizda bu birinchi partiyamiz. Qo'yda soni serop, qo'y fermalari juda ham katta. Akamiz bu qo'ylarni 1 oy boqdim. Xudo xolasa bir narsaga pul kerak qoldi, shuning uchun sotaman deyaptilar. Narxini yengil qo'yaman deyaptilar. Obunachilar, imkoniyatdan foydalanib qoling. Nurulla aka, soni nechta hozir aka birinchi partiyamizga? Bu yerda 40 bosh. 40 bosh, hammasi qo'chqor. Hammasi qo'chqor. Gap yo'q, baraka toping hurmatli obunachilar. Hammasi qo'chqor. Akalar, axta, pichma, cho'loq, yangirbosh, kasal yo'q aka, xudo xolasa. Xudo xolasa yeb ichishi boshqasiga Kafolati bor. kafolati bor. Gap yo'q, baraka toping. Aka, yedi ishni sog'lik salomatliklari zo'r. Yana bir haftaga kafolat beramizmi aka? Beramiz aka, 1 hafta. Gap yo'q, hurmatli obunachilar. Sinov olaradi. Aha, gap yo'q, hurmatli obunachilar. 1 oydan beri yeyish, ichishlari sinovdan o'tgan. Akalar, xudo xolasa o'zlarining xonadonlarida boqib turgan o'sha eng saralarini, zo'rlarini saralab boqayotgan ekanlar. Shularni sotuvga qo'yyapmiz obunachilar. Nurulla aka, yosh oyligini necha oylikka beramiz? Ular 6 oy tepasiga beraveramiz. 7 oy, 8 oy mana ular aka, o to'g'ligi rostdan o'tgan. Shunaqalari O'zi shakka urib berayotganlari ham bor ekan obunachilar. Nurulla aka, bularda bo'yi qancha chiqadi? Aytib qo'yapman-da. Ha, gap yo'q aka, baraka toping. Hurmatli obunachilar, eng kichigini yoshini aytilyapti. Akalar, o'zi badanidan ham bilsangiz bo'ladi, kalla boshidan ham bilsangiz bo'ladi, hammasi yirik qo'chqorlar. Akalar, 6 oydan 9 oygacha bo'lgan qo'chqorlar bular. Obunachilar, yerdan balandligi ham kichkina qo'ymas. 85, 70 dan 85 gacha bor ekan, Nurulla aka. Shunaqa. Gap yo'q aka, baraka toping. Aka, bularda xudo xolasa yedi ishchilari hamma yo'g'i joyida ekan, sog'lik salomatlar. Kafolat berar ekansiz, xudo xolasa. Xudo xolasa. Aka, lekin qo'chqorni zo'rlanib boqibsiz, baraka toping. Boqib ham zo'r bo'lgan ekan obunachilar. Video davomida ko'rib tursiz, akalar to'xtamay yemini yeb turibdi. Uyingizga borganda qancha yem bersam ekan deb o'ylanmaysiz. Yemga tayyor obunachilar. Shu daromadga kiradigan joyda akamiz ham shu haligi gullabdi, mevani qilibdi, meva pishay deganda akamiz ham shuni sotaryaptilar ekanda aka. Pul zarur bo'lib qolib, Ozgina pul kerak bo'lib qolib, hurmatli obunachilar, srochni sotaman dedilar. Bir og'iz gaplariga narxini yengil qo'yaman dedilar. Video qilgani keldik obunachilar. Mana bular bemalol 85 santimetrdan uradigan qo'chqorlar. Akalar, ichida urug'qa, nasliga tarbiyalaydigan, o'sha dollarga sotadiganlari zo'rlari bor obunachilar. Nurulla aka, har qancha maqtaganingizdan kam aka, narxi nech pul? Narxida hamma narsa aka. Narxini yengil qilib qo'ylik aka, xudo xolasa bugun ishingiz bitsin. Qo'y olaman degan insonni ham ishi bitsin, sizga ham ishingiz bitsin. Andijonliklar aka, biz to'g'risiga biz obunachilar ko'p andijonlik. Andijonliklar uchun maxsus video bo'lyapti-da bu. Bo'ldi aka, qanday qilib aytdi? O'pshiga aytaymi yo? Ha aka, o'pshiga ayting. O'pshi hammasini 40 tani bir joyga olamiz deysiz, nech puldan qo'yamiz aka? 4 million 200 mingdan qilib beraylikmi aka? 4 million 200 mingdan. Aka, zo'r, 4 million 200 mingdan zo'r qo'ydingiz aka. Xo'p, 6 oydan 9 oygacha, 9 oygacha bor ha, gap yo'q aka. Bo'ylari ham 70 dan 85 gacha ekan. Aha, shunaqa. Gap yo'q aka, narx zo'r. 4 million 200 mingdan zo'r aka. Qarang Nurulla aka. Men har kuni qo'y chiqaraman aka. Shu eng kichigini narxida dedik aka. 6 oyligini narxida qilaylik hammasini. 4 milliondan qo'yaylik aka. Bugun qo'yxonangiz bo'shaqsin. Bo'ladimi aka? Siz gapingiz. Barakasini bersin. Aka, dastavkasini qaygacha besplatni qilib yetkazib beramiz? Vodiy bo'ylab qilib beramiz. Vodiy bo'ylab dastavkasi ichida shu 4 million so'mdan xonadonlarga yetkazib beriladi. Xudo xolasa. Ha aka. Xo'p, aka qarang, hammasini bir kishi olishga imkoniyati bo'lmasligi mumkin. Donalarga ham savdosi bor, ha? Donalarga endi
katta kichigiga qarab kelishamiz. Kattasini o'zim tanlab beradigan bo'lsam 4,5 million so'm qilib beramiz kattasini. Xo'p, o'zingiz kichigini chiqarib beradigan bo'lsangiz-chi? Kichigini chiqarib beradigan bo'lsa 3 million 900 ming so'm qilib beramiz. 3 million 800 dan deng. Endi hammasini emas aka. Bir 3 ta, bir 2 ta yo 3 ta chiqarib beramiz. 3 ta chiqarib beramiz. Chunki aka plyus oldida minus ham bo'lish kerak-da обязательно. Bo'ldi. Ha aka. Baraka toping, hurmatli obunachilar. 4 million rovno 4 million so'mdan bo'ldi. Akalar buni ichida akalar hozir 5 millionlik qo'chqorlar ham bor. Akalar mana shularni bozorga chiqsangiz 5 millionga ham ololmaydi ekan. Chunki tirik vazni ham 60 kilo atrofida. Akalar go'shtga so'ysangiz ham 40 kilo vez qiladi. O'zingiz bunday karra qilganingizda ham zo'r foyda qiladiganlar akalar ichida bemalol bitta ehson bitta daqiqani o'tkazadigan darajada zo'rlari bor obunachilar. Akamizning manzillari Andijon viloyati, Andijon shahar Shaldiramada aka. Andijonliklar o'zi bilishadi. Aka bu lokatsiyani bilmagan odamlarga Telegram, WhatsApp orqali lokatsiya tashlab beraverasiz. Tepasiga kelib ko'rib bemalol olishadi. Hurmatli obunachilar, tepasiga kelib ko'rib oling imkoniyatingiz qilsa hamma tushuntirib beramiz. Gap yo'q aka, baraka toping. Akalar tepasiga kelib ko'rib oling. Nimaga desangiz, videoda katta ko'rinadi, kichkina ko'rinadi. Obunachilar shaxsan men tavsiya qila olaman. 4 million so'mdan narxlar juda ham qulay bo'ldi. Mana shu uyga olingan ham akalar 80 santimetrlik gazi ham uzun. Uzunligi ham akalar kamida 85-90 uradi gaz uzunligi. Obunachilar oling, mana arzon bo'ldi. Oling, foydalaning, boqaman deyapsiz. Mana arzoni chiqdi. Arzoni chiqsa olaman deb payt o'ylab turganmidingiz, mana sizga arzonlari. Nurullo aka, xudo xolasa yetkazib beramiz, vodiy bo'ylab. O'zbekiston bo'ylab dastavkasi bor. Prosta kelishilgan holda. Baraka toping. Hurmatli obunachilar, bemalol orqaga chiqsangiz bo'ladi. Mana dehqondan to'g'ri arzon joyidan video syomka bo'ldi. Akalar, bu birinchi partiyamiz. Video davomida kuzatib turing. 3 million 200 mingdan ham akalar mana shunaqa zo'r qo'chqorlar bor. Nurullo aka, xudo xolasa ikkinchi partiyamizga ham qo'chqorlar ekan, aka. Aha, kichikroq variantlarimiz. Gap yo'q, hurmatli obunachilar, yoshlari. Aka, soni nechta ekan qo'chqorlarimiz? 50 bosh bu yer. 50 bosh. Baraka toping, hurmatli obunachilar. Ikkinchi partiyamizga ham xudo xolasa qo'chqorlar. Akalar, mana bunaqa ayiq polvonlari ham bor. Yosh oyligini necha oylikka beramiz, Nurullo aka? Uni 5 oy tepasiga beraveramiz. Buning ichida ham kattalari bor, 8 oyga tortadiganlari ham bor. Gap yo'q aka, baraka toping. Hurmatli obunachilar, 5 oy eng kichigi. Lekin narxi ham o'sha 5 oylikda narxida bo'ladi. Ichida 7 oylik to'qliga o'tganlari ham bor. Mana shular 7 oyga bemalol tortadi. Oldi orqasidan to'lovlari boshlangan obunachilar, xudo xolasa. Aka, yeb ichishlari qalay? Yeb ichishlari bularni ham 1 oydan beri bayapmiz, yeb ichishlariga javob garantiyasi bor. Yana 1 haftaga kafolati bor. Beramiz. Yedi, ishda sog'lik, salomat, artasi, pichmas, cho'loq, gangirbosh yo'q. Xudo xolasa unaqa narsasi yo'q. Gap yo'q, baraka toping. Hurmatli obunachilar, akamiz dehqon. Akamiz bunaqa video syomkaga birinchi marta chiqishlari. Akamiz dehqon, o'shaning uchun akamizda bunaqa gapga chechanlik yo'q. O'shaning uchun obunachilar qo'ydi maqsad sotish. Telefon qilinglar, qo'ya olaman deyapsizlarmi? Mana sizga arzoni chiqdi obunachilar. Xudo xolasa, akalar hammasi yirik sutga to'yganlari. Obunachilar unaqa mayda-chuda qo'ymas yoki dumbasi osilgan shalpi dumba emas. Mana ko'rib tursiz, hammasi zo'r, xudo xolasa tik dumba, raketa dumbalar. Akalar oyoq qo'li baquvvat. Kelajagi bor narsalar. Akalar dollarga, so'mga olib dollarga sotadiganlar, xudo xolasa. Hammasi qo'chqor deb vidini berib turib, ko'rib turibsizlar, quloqlari ham 80-90%niki butun, bitta ikkitasinikida eni bor xolos. Cho'pon qo'yini adashtirib qo'ymaslik maqsadida ozginadan en qo'ygan. Ana bir dona kichkinasi bor ekan, obunachilar, bir dona o'zi qo'zijon turibdi xolos. Qolgan hammasi 5 oylik plyusda. Akalar ichida 7-8 oyliklari, 6 oyliklari juda ko'p. Mana o'zi yungidan ham bilsangiz bo'ladi, yungi kuygan, shular 6 oy plyusda-da. Va ikkita o'zimizni qo'ydi bolasi aralashib qo'ygan, bu ular sotilmaydi. Ha, 2 dona bor, qora bular sotilmaydi. Bo'ldi, gap yo'q, hurmatli obunachilar, mana shu bilan mana bu qora simjon turibdi. Yo'q, bu emas, qop-qora ikkita bor, shu. Ha, bo'ldi. Yaxshi aka. Gap yo'q. Bularni ish bilan qo'yamiz, Nurullo aka. Yengil-yengil qilib qo'yinglar. Aka, xudo xolasa bugun bitta joyiga ishingiz bitsin. 3 million 700 ming so'mdan qilib beraman. 3 million 700 dan. 3 million 700. Zo'r narx qo'ydingiz aka, 3 million 700 ming so'mdan. Bu yerda kattalari 4 million tepasida ham bor. Menga qarang, bu yog'i dehqonchilik. Aha. Sizga balon foyda bo'lishi shart emas aka. Aha. 3,5 so'ragani uyaldim. 3 million 600 dan qo'yinglar, hammasini bir joyga. 650 mingdan. Yo'q aka, rozi bo'ling. 3 million 600 dan. Barakasini bersin aka. Hurmatli obunachilar, akamiz bilan xudo xolasa narxini yengil qilib qo'yyapmiz obunachilar. O bo'ynida tumori bor. 50 tasi bir joyga deganga bor. Eng asosiysi hurmatli obunachilar, bir atar bir cho'pon qo'y. Uyingizga olib borganingizda hali talashmaydi, tortishmaydi, urushmaydi, suzishmaydi. Akalar, xudo xolasa bir qo'ra qo'y. Olasiz, baraka topasiz mana. Mana shular akalar 6 oylik plyusda mana shular mana. Ko'rib turibsiz, yungi ham zo'r, xudo xolasa obunachilar. Oyog'idan o't chiqib turgan variantlari. Nurullo aka dastavkasini qayerga chiqib beramiz bularni? Vodiy bo'ylab qo'yib beraveramiz. Vodiy bo'ylab qilib beraveramiz buni ham. Baraka toping. Hurmatli obunachilar, vodiy bo'ylab Toshkentgacha, vodiy bo'ylab Andijon, Namangan, Farg'onaga dastavkasi besplatni bo'lib yetib boradi.
Akalar qolgan viloyatlarga ham dastavkasi bor, lekin kelishilgan holda. Nurullo aka endi buning ichida aka o kattalari, zo'rlari bor ekan. Mana bular aka. O 75 plyusdagilar. Ularni ish bilan qo'yamiz, donalab aka. Tanlab olamiz deysiz. O'zi 4 million so'm, 4 million so'm tepasida tushib beramiz aka, 3 million 900 ming so'mdan. Shuni 8 qilaylik aka. 200 ming plyus bo'lsin, 300 ming juda mayli aka. bo'laveradimi aka? Gap yo'q, baraka toping. Hurmatli obunachilar, 3 million 800 ming so'mdan yuragingiz jizdagani mana shu ayiq polvonlarni ham tortib olsangiz bo'ladi obunachilar. Narxi juda ham qulay bo'ldi. Akalar, imkoniyatdan foydalaning. Chorva qilmoqchimisiz, qo'y boqmoqchimisiz, foyda qilmoqchimisiz? Mana sizga imkoniyatni zo'ri, to'g'ridan to'g'ri dehqondan video. Akalar, bu bitta savdogarda qo'liga tushadigan bo'lsa 4 milliondan kamiga ololmaysiz bularni. Mana sizga tayyor biznes obunachilar. Aka, sonini 50 boshdadikmi Nurullo aka? Ha? Gap yo'q aka, baraka toping. Hurmatli obunachilar, mana sizga. Aka, haydab olamiz deysiz bir tomondan. Haydab olishga ham shu hafta beraveramiz, jumla 600 dan. Mayli aka, o'zimiz haligi. Aka, mana qo'y suv nima qilinadi? Ha, gap yo'q. Aka, qarang, mana eng kichigidan 2 dona bor dedingiz-ku, hozir chiqib qolsa ko'rsatamiz ham. Shularni qanchadan chiqarasiz? 2 ta. 3 million 300 ming so'mdan qo'yamiz. Shuni 200 dan qilaylik aka. 3 million 200 dan ozod bo'larmikan? Ya aka, xorson bo'ling, shuncha qo'yingiz olgan odamga. Ha, dona. shu 3 million 200 hisobda ketaveradi, ha? Gap yo'q, hurmatli obunachilar. Akamiz o'zlari chiqarib berasizlar. Ichida akalar 4 oylikdan o'tgani bor, 2 dona. Shuni obunachilar 3 million 200 ming so'mdan xonadoningizga yetkazib beradilar. Akalar, ukalar imkoniyatdan foydalaning. Biz Andijon viloyati, Andijon shahridan video qilyapmiz. Andijonliklar bo'lsa, imkoniyat bo'lsa kelib ko'rib olinglar. Yo'q, men musofirdaman yoki masofa uzoqlik qiladi deydigan bo'lsalaring, hurmatli obunachilar, bemalol lokatsiyasini so'raysizlar, lokatsiya tashlab beradilar. Kelib ko'rsangiz ham bo'ladi yoki onlayn savdolar ham mavjud. Hurmatli obunachilar, shu bilan video syomkamiz o'z nihoyasiga yetdi akalar. Mana qo'y ferma juda ham katta. Kelaverasizlar, qo'yni soni serob. Akalar, zotga urug'qa 1 metrdan oshiq qo'chqor qidirayotgan bo'lsangiz ham, hurmatli obunachilar, kelaverasizlar.